Ay kelin poshsha. Oyijon, keling. Uzr kirganingizni eshitmay qolibman. Biroz mazam bo'lmayotgan edi. Kelin bo'lib tushibsiz-ki, har kuni kasalsiz. Sizni sokuningiz bo'ladimi o'zi? Haligi oyijon qishloqda toza havoda yurardim. Bu yerda mashinalar ko'p ekan. Menimcha shunga ko'nikishim biroz qiyin kechyapti. O'shanga ko'rpangizga qarab oyoq uzatishingiz kerak edi. Bu nima deganingiz oyijon? Bu deganimki, ro'zg'or ishlarini qilishga bo'yningiz yo'l bermas ekan, nima qilardingiz baland dorga osilib? Karmisiz? Men kar emasman. Charchadim oyijon. Ha, charchadingizmi? Qaysi ishlarimizni qilib charchadingiz, ha? O'g'lingiz uyga xizmatkor olib beraman. Sen bemalol o'qishga borib kelasan degandilar. O'qish? Yana qanaqa o'qish? To'ydan avval borib imtihon topshirgandim o'qishga. O'g'lingiz qistovlari bilan. Imtihon javoblari chiqdi. Shunaqami? Institutga qabul qilinibman oyijon. Ha? Unda nega men bilan dadangizga indamadingiz? Haligi o'g'lingiz. Voy, o'g'lingiz deb ko'nglimi ozdirmang. Qilarishni o'zingiz qilib, o'g'limni boshini kundaga qo'yasiz. Oyijon, agar baxtli yashashimizni xohlasangiz, sizdan iltimos, bizning shaxsiy qarorlarimizga aralashmang.